Hech o'ylab ko'rganmisiz PUBG Mobile'da Sayka 12 kuchlimi yoki DPS? Bugun DPS haqida ma'lumotlar beraman va qaysi bir оружие kuchliligini sinab ko'ramiz. DPS aslida 2020-yil 7-aprel kuni 18-sezonda qo'shilgan va buni faqatgina droplardan olish mumkin edi. Eski o'yinchilar buni biladi. Hozirgi paytga kelib, xohlagan joyingizdan topsangiz bo'ladi DPSni. DPSimizga magazin ketmaydi, u hajmi 14 ta bo'ladi va ketma-ket 2 marta o'q uzishi mumkin. Maksimal zarar hajmi 198 uron bera oladi. DPSimiz ham yaqin masofali оружие bo'lib, ya'ni 5 metrdan 15 metrgacha yaqin masofali hisoblanadi. O'shanaqangi оружиялар turiga kiradi va yaxshigina uron bera oladi bu ham. Endi esa оружияларni sinab ko'ramiz. Birinchi bo'lib Saykada otib ko'ramiz. 224 uron beryapti. Boshiga otib ko'ramiz endilikda. Boshiga otganimizda 320 uron beryapti. Endi esa DPS tekshiramiz. Endi esa DPS da otib ko'ramiz. Bu yerda 220 uron beryapti. Boshiga otganimizda 300 uron beryapti. Ko'rib turganlaringizda Sayka 12 DPSdan kuchliroq ekan va ko'proq uron bera olar ekan. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.